effekti to'g'risini aytsam, bir haftaga qolmasdan уже kontentlarimda o'zgarish seza boshlangan. Sotuvga ham ta'sir qila olganman. Masalan, yaxshi program ham yoza olganman. Kursdan to'g'risi men roziman. To'lovim qilgan vaqtim, sarflagan vaqtim, hamma narsa уже chiqib ketib bo'lgan. Ya'ni u ortig'i bilan menga Va daromadim 2x oshdi. Bu uchun ustozim kattakon rahmat. Kurs o'zi boshlanganiga hali 2 hafta bo'lmasdan 4 kishiga yozgandim. Shundan 3 tasi qiziqish bildirib javob qaytardim. Ota-onangizga alohida rahmat. Shunaqa yoshda, siz kichkinasiz-ku, misol uchun bizdan aql yoshdaman, boshda deganda shu yoshda shunaqa natijaga erishtirib qo'yish bizga ham nasib qilsin, farzandlarimizga. Va siz ulashayotgan bilim orqali kimdir oilasini tebratayotgani, shunga hissiz qo'shilayotgani bu juda ham katta gap. Shunaqa darajaga yetishlik menimcha hammaga orzu bo'lsa kerak. Va hozir qayerga borsam, Umid opadan men faqatgina kurs o'rganmaganman. Yetkazlar borsanglar, faqat nafaqat kurs, qadriyat va shaxsiyatinglarni ham ochasizlar. Ko'p tomonlama o'rganasizlar deb aytaman.